Vaziyatni oldin kuzatish. Xitoy virusining Xitoyni vayron qilish ehtimolliqi eng yuqori. Analizchi Li Yiping. Tarjimada Uyg'ur fidoyilar tarjimonlar guruhidan Arafat. Tarixga qaraydigan bo'lsak, bir necha sulola bevosita va vositaliq vabo sabablik ag'dirilgan. Masalan, Sharqiy Xan sulolasining oxirgi yillarida cho'ng vabo kesili tufayli xalq nachar kunda qolgan. Buni fursat bilgan xibiyliq 3 aka-uka kishilarni tashkillab, xalq orasidan odam to'plab, isyon ko'tarib, mavjud hokimiyatni ag'dirib tashlagan. Ming sulolasining oxiridami Li Ziching jangovarligi intayin tuvan diqqat askarlar bilan isyon ko'tarib, mavjud hokimiyatni ag'dirib tashlagan. Ayni vaqtda vabo sabablik tarbiya ko'rgan askarlarga kasal tegib tangdan to'lisi o'lgan va ojizlab ketgan. Buni fursat bilgan Li Ziching Shanshidan yo'lga chiqib Beyjinggacha jang qilib borgan. U vaqtda Beyjing ichidami vabo tarqalib, shahar qo'g'dayotgan askarlarmi o'lganlar o'lib, o'lmaganlari kasal sababidan jangovarligini yo'qotgan. Bu ahvolda Li Ziching jiq kuch sarf qilmayla shaharni qo'lga tushirgan. Amalsiz qolgan podshoh Songjin Meygung tig'iga qechib chiqib, esilib o'lib olgan. Hammamiz bilgandek Xi Jinping axloqsiz, iqtidorsiz, yana kelib huquqparast podshoh bo'lish arzusi bor biri. To'rdoshlarmi bu sababdan uni Songjinga o'xshatib kelgan. Darvaqa uni Songjinga o'xshash vaboga duch keldi. Bu qitim yuz bergan Xitoy virusi to'rdoshlarning umidini yerda qo'ymasdan Xitoy Kommunist partiyasining ag'dirilishiga sabab bo'lib qolarmi? Xi Jinpingning oxirgi podshoh bo'lib qolishiga sababchi bo'lib qolarmi? Yerim aydan beri menmu kasbdoshlarim bilan bu tema to'g'risida fikr yurgizib, oxirida bundaq ehtimollikning intayin yuqori ekanligini yakunlab chiqdik va ehtimolligi 90%. Bu qitimqi vabo bevosita Xitoy hokimiyatini ag'dirib tashlaydi demoqchi emasman. Demoqchi bo'lganim, Xitoy kommunist hokimiyatini ojizlatadi va Xitoy hokimiyatini qo'g'daydigan kuch ojizlaydi. Xitoy kommunist hokimiyatini ag'dirishga urinayotgan kuchlar tizdan bosh ko'tarib chiqadi. 70 yildan beri kommunist hokimiyatni qo'g'dag'uvchi kuch mutlaq ustunlikni egallab kelgan. Agar bu qitim qarshilik kuch hokimiyat kuchidan eshib ketganda, mavjud hokimiyatning ag'diriladigan vaqti yetib keldi degan gap. Xitoy kommunist hokimiyati vabo oyoqlashib uzun o'tmagan vaqt ichida, aniqroq qilib aytganda vabo tugab bir necha oy va bir yil ichida vayron bo'lishi mumkin. Әмсі мен bu yakunni qandaq chiqarganligimni deb ko'ray. Mavjud hokimiyatning tartibini buzib tashlaydigan kuchni ikki turga bo'lib bo'ldi. Birinchisi tashqi omil, ya'ni tashqi kuchlarning ta'siri. Ikkinchisi ichki omil, ichki qalaymaqonchilik, o'kti chiqish. Tarixda Song Ming sulollari tashqi kuchlar, ya'ni shimolda yashaydigan chorvachi ko'chman millatlar tarafidan yo'q qilib etilgan. Hazır burunqidek harbiy kuch ishiltib tajovuz qiladigan kuch asosiy jihatdan yo'q. Lekin sirtdan kelayotgan siyosiy va iqtisodiy jihatdan kelayotgan besim intayin cho'ng bo'lyotidi. Bu mu tashqi omilga kiradi. Masalan, Amerika Xitoyga nisbatan eng cho'ng tashqi xatar hisoblandi. Ikki davlat orasidagi tijorat urush Xitoyning iqtisodini chekindirishiga sabab bo'ldi. Kommunist hokimiyatiga o'xshash diktator hokimiyatning putirab turishi uchun g'oyat zo'r mablag' bo'lmaydi. Hozir Amerikadan iborat bu tashqi kuch Xitoyning hokimiyatini ojizlashtirdi. Trump og'zining uchida Xi Jinping mening do'stim deb qo'yib, Xi Jinpingning hokimiyatini ojizlatib kelmoqda. Ichki omilni yana ikki turga bo'lgil bo'ldi. Birinchi, hokimiyat beshidagilarning bo'linishi, yana huquq talashib siyosiy va harbiy o'zgarish qilishi. Yana biri bo'lsa xalq harakati. Burunqi zamonlarda xalq harakati ko'pincha xalq qurollanib harbiylarga qarshi qilish orqali hokimiyatni ag'dirib tashlaydi. Lekin hozir harbiylar zamonaviylashdi. Dehqonlarning qurolli qo'zg'olon qilishimi bektas. Ammo hozir xalq harakatining yangi usuli bor. U bo'lsa-mu rang qo'zg'oloni. Dehqonlar keng ko'lamli ko'chalarga chiqib to'plashib, hokimiyat qarshi ko'rsatib, yangi siyosiy kuch hosil qilish orqali hokimiyat beshidagilarga besim ishlatib, ularning parchalanishiga turtkilik rol o'ynash va hokimiyatni ag'dirib tashlash. Siz hargiz ko'chaga chiqib qarshi ko'rsatishning kuchini sal chaqlab qolmang. Ko'chaga chiqqan kishining soni ko'pli bo'ladi ekan, hokimiyatni palach holatga tushirib qo'yg'ili bo'ladi. Hokimiyat palach holga tushganda saqchilar namoyishlarni tutib bo'la olmaydi. Sotlay olmaydi.
Türmelerge solapmı tükdelmeydi. Muşundaq boğandılar xalq arasındaki güç baş götürüp çıkıdı ve partiya kurup vaqtlık hükümet kuruldu. Əzəldillah ziddiyetki tolğan hakimiyet biştiklərgimi siyasi ve hərbi özgürüş qilish üçün fürsət çıxıdı. Əmsə bu qıdımqı virus qaysi cəhətdən Kommunist partiyanın hakimiyetini qandaq acizlaşdırdı? Bu qıdımqı vaba qaçanğıcı davamlaşıdı. Bununla bir nəs demək təs. Bəlkə 3-4 ay. Meyli qaçan ayaqlaşsa ayaqlaşsın, iqtisadqa çoxum çoğ təsir ep keldi. Bəlkə Xitay iqtisadını veyran qılıb ötiş mümkün. Virusdan burunmu əhval çağlıqdı. Xitay Kommunist Partiyası oruqlab yıqılaylı dep qalğan tögüge oxşap qalğan. Bu vaba yıqılay dep qalğan tögünün dümbisiga tingib qo'ygan tashqi o'xshash jazman bu tögünü yıqitib qopalmas qilib qo'ydi. Aniqroq qilib aytganda, har yilning 1-2 oylari part setish sohasining oltin vaqti bo'lib, bu yil butun Xitoy miqyosida shaharlar karantinga ilindi. İnsanlar uydan chiqib narsa kerak setib ololmadi. Bu 2 oyning iste'mol miqdori %20-30 balki 50 tushdi. Nurg'un ish to'xtaganlik sababdan tashqi savdoga zo'r ta'sir bo'ldi. Karxanalarning 2 oyning oxirigacha ishdan to'xtadi. İşqi tushgan holatda ishlab chiqarishni darhol eng yuqori saviyada qila olmadi. Bu sababdan vaboning iqtisodga bo'lgan ta'sirining naqadar cho'nligini bilib olaymiz. Iqtisod buzg'unchilik uchirgandan keyin 2 xil ahvolni keltirib chiqardi. Birinchi, Xitoyning moliya kirimida zo'r darajada tushish bo'ladi. Xitoy hokimiyatini zo'r iqtisodiy kuch keyindan ishtirib turmasa, u mangmaydi. Agar bu kuch ojizlaganda, bu hokimiyat yana normal yurgiza olamdi. İkinci, xalqning kirimi azlab ketidi. Bu yil tangdan to'la shaxsiy korxonalar cho'qim ziyon tortadi. Yana kelib nurg'uni vayron bo'lishi mumkin. Shaxsiy korxonchilarni bu yil nas bosqini bosgan. Ishchilarga kelsak, ularmi nachar holatga tushib qoladi. Davlatga oid korxonalarda ishlaydigan ishchilarning ahvoli balkim sal yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin shaxsiy korxonalarda ishlaydigan ishchilarning ishga tushkichi bo'lgan orliqdagi maoshni olishi ehtimolligi intayin tuvan. Gerçi hükümet iş to'xtagan mezgilde işçilarning maoshini normal berish to'g'riliq hujjat tushirgan bo'lsa-mu, buni amalga oshirish mumkin emas. Agar korxonalar normal beriversa, vayron bo'lish ehtimoli texim yuqori bo'lganga az qoldi degan gap. Va vayron bo'lganda nurg'un ishchilar ishsiz qoladi hamda maoshmi ololmaydi. Bu sababdan bu mezgilde ishchilarning kirimi cho'qim azlaydi va kelgusidan andisha qilish, jamiyatdan nafratlanish kayfiyati o'rlaydi. Çünkü ular uy qarzi to'lish kerak, sug'urta to'lish kerak, kasal ko'rsatmasi bo'lmaydi, bola o'qitadi. Eng muhimi qo'soqqa yeb ichish kerak. Siz o'zingizni ularning o'rniga qo'yib o'ylab beqing. Bundaq besimga qandaqmi chidag'ili bo'lsin, besim atgan siri achchiqini chiqarishni o'ylaydi. Achchiqini qandaq chiqirdi? Maydonlarga, hukumat binosi oldiga, balki Tiananmen maydoni oldiga berib namoyish qilish mumkin. Bundaq bo'lganda iqtisodiy krizis siyosiy krizisga aylandi va rang inqilob boshlandi. Demak, hokimiyatni vayron qiladigan kuch tez suratda kuchaydi. Hozir vabo davom qilayotganligi uchun xalqning diqqati vaboda va ko'chaga chiqib bir yerga to'planishmi mumkin emas. Shunga vabo oyoqlashmaguncha namoyish bo'lmasligi mumkin. Mencha vabo tugab uzun o'tmayla yuz berish mumkin. Bu vaqtda hokimiyat kuch bilan hokimiyatga qarshi kuch o'ttirsidagi tangpungliq buzildi va tarixiy burilish nuqtasimi dal mushu vaqtda keladi. Albatta, xalqning ko'chaga to'kilib namoyish qilishi birdan-bir vayron qilguvchi kuch emas. Hokimiyat beshidagilar ichidami bundaq ahvolga norozi amaldorlar markazdan qiyish hodisi kelib chiqishi mumkin. Bu vaboning tarqalishi tabiiy ofatda bo'lib qolmasdan, balki qasddan tarqatilgan degan so'z cho'chaklarmi o'ttirib chiqmoqda. Bu vaboni aslida yangi bayqalgan vaqtlar kontrol qilish tamoman mumkin edi. Lekin bunchalar tarqalib ketishdagi sabab bo'lsa, hukumat vaboni yoshirgan, aloqador organlarmi oldin olmagan. Oxirida bo'lsa kontrollikdan chiqib, nurg'un ziyon keltirib chiqadi. Vaboni yoshirganlik uchun cho'qim birlari mas'uliyatni ustiga olish kerak. Wuhan yerlik hukumatning mas'uliyati bor. Lekin asosiy mas'uliyatni yanada markaz ustiga olish kerak. Chunki Wuhan yerlik hukumat bundaq virusning bayqalganini markazga vaqtida doklad qilgan bo'lsa-mu, markazdagi cho'ng-kichik butun huquqni qo'lga tushirib olgan Xi Jinping vaqtida oldin olish uchun buyruq tushirmay yoshirgan. Eng cho'ng mas'uliyatni albatta Xi Jinping ustiga olish kerak. Bu ishdan keyin Xi Jinpingning huquqi ojizlashidi va uning qarshi guruhlar uning qarshi harakatga o'tadi. Ular bundaq yaxshi fursatni hargiz qo'ldan bermaydi.
Ши Цзиньпин çiriklikке qarşı turuş bahanesi bilen özünün rəqiblərini jaylagan. Bəzilərinin hüququnu əpdaşlagan, bəzilərini türməyə solub Bunun oxşaş işlərinin özünün bişiga haman bir gün keldigini ularga beş qo'ldek ayon. Şoңlashqa öktücü gruplar çoqum bu fursatdan paydalanıp Şi Цзиньпинni taxtdan tushirishga harakat qiladi. Şimu qarab o'ltamaydi albatta. Bu gruplar orasidagi huquq talashishchig'i natijada hokimiyatni ojizlatadi va ag'dirilish ehtimolimi intayin yuqori.